Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Anqarada o'tkazilgan Türk ve İslam tarixida muhim o'rin oladigan Xizr ve İlyas an'anasi festivali, ya'ni Hidirellez bayramida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkiston tanishtirildi. 10 may kuni Anqara shaharlik hukumat tarafidan Turkiya va Turkiston jo'g'rafiyasidagi har xil turk xalqlarining Turkiyadagi muhojirat jamiyatlarini bir bayroq ostida jam qilib, bahorning kelishi, tabiatning uyg'onishi, molchilik va umidning simvoli bo'lgan Hidirellez bayrami o'tkazilgan. Mazkur bayramda Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi maxsus ko'rgazma o'rni ochib, bu bayram faoliyatiga qatnashgan turk xalqlariga Uyg'ur madaniyati, tarixi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkiston tanishtirgan bo'lib, Uyg'urlarga vakolatan qurultayning bayonotchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi professor doktor Erkin Ahmad va qurultay tantarbiya komitetining muavin mudiri Xayrullo Afendigillar qatnashgan. Bu bayram faoliyatining ichilish nutqini Türk dunyosi Balqan türklerini qo'llash va hamkorlik jamiyatining qurg'uvchisi va raisi Aygün İlko so'zlagan bo'lib, u so'zida turklarning Balqandan tortib saddi ching'ish bo'lgan keng jo'grafiyalik rayonda yashaydiganligini, Sharq Turkistonda turk jamiyatlarining bo'libmi Uyg'urlarning zulm ostida ekanligini va o'zlarining har qachon ularning ovoz bo'lganligini aytgan. Bu faoliyatga Türk dunyosi Balqan türklerini qo'llash va hamkorlik jamiyati, Qrim Türkleri Medeniyeti ve İttifaqlıq Fondi, Qrim Türkleri Medeniyeti ve İttifaqlıq Cemiyeti'nin baş organi, Dünya Uyghur Qurultiyi Vaqfisi, Anqara Medeniyet Cemiyeti ve Azerbaycan Medeniyet Cemiyeti qatarlıq cemiyet ve teşkilatlar qatnaşqan. Bu bayram faoliyati jarayonida yana Hidirellezning tarixiy va ma'nosi to'g'risida dokladlar sunilib, Türk dunyosining har qaysi joylaridagi xalqlarning an'anaviy usullari va an'anaviy san'atlar ko'rsatilib, ziyoratchilar tarix, madaniyat va o'rtaq kimligini tushunishgan. Naq maydondan stansimizning ziyoratini qabul qilgan professor doktor Erkin Ahmad efendim faoliyat haqida to'xtalib mundaq dedi. Bugün 5. ayının 10. günü Türkiye'nin payitahtı Ankara'da Türk dünyası Hidirellez uçuruşu ötküzüldü. Bu yerde biz Dünya Uyg'ur Qurultiyi Vakfı bunu sübtimiz bilen maxsus bir bölme içip bu yerde hem Şarkı Türkistan Uygurlar doğrusunda çıkan kitap, jurnallarını tanıştırdık. Onundaki Uygur medeniyeti eksiltilgen buyumlarını kösettik bu yerde, körgezmede. Nurgun parlament azaları, herkes siyasi partilerin mesulleri, bunun ammavi teşkilat mesulleri, ammadan olup Köksan'daki kişi bizim bölümünü ziyaret buldu. Biz onlara bugün Şarkı Türkistan'da buluvatkan erkek kırgınçılıkla anlattık. Bugünkü faaliyet nahayeti yakşı oldu. Rahmet. Xitoy Harbiy sud mahkamasi 7 may payshanba kuni 2 nafar sobiq mudofaa ministriga parxo'rlik jinoyati bilan 2 yil kechiktirib o'lim jazosi hukm qilgan. Xitoyning Xinhua agentlik xabarida harbiy sud mahkamasi Wei Fenghe va Li Shangfuning parxo'rlik jinoyati uchun har ikkilisiga 2 yil kechiktirib o'lim jazosi hukm qilingan bo'lib, xabarda aytilishicha, sud mahkamasi ularga kechirim berilmaydiganligini e'lon qilgan. Sotning qarori bo'yicha bo'lganda, bu ikkisining o'lim jazosini kechiktirib ijro qilish muddati ichida yoki jazo ijro qilindi va yoki muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartirilgan ahvoldami kechirim berilmay umrvoyat qamoqda yotadi va shartli qo'yib berishga yoki jazosini yengillatishga bo'lmaydi deyilgan. 72 yoshlik Wei Fenghe 2018 yildan 2023 yilgacha Xitoy davlat mudofaa ministri bo'lgan. 68 yoshlik Li Shangfu bo'lsa, Wei Fenghening o'rniga varislik qilib, davlat mudofaa ministri bo'lgan bo'lib, vazifa o'tash muddati mezgilida har ikkilisi 2023 yili harbiy intizom tekshirish organlari tomonidan deyli turg'izilib tekshirilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Shening bu tozalash harakati haddidan ziyoda gumonxo'rlik va atrofidagilarga ishonmaslikdan kelib chiqqan. Shundaqla bu uning atrofidagilarmi va o'zimi qo'rqinch va gumonxo'rlik tashvish ichida qolganligining ifodasi. Kishi haddidan ziyoda gumonxo'rlashganda talvilashidi. Talvilashganda atrofidagi hamma narsaga ziyon soladi. Navbat uning Sharq Turkiston, Tibet va Xitoyning o'zida yurgizayotgan diktator siyosati buning natijasi deb qarashgan bo'lib, Shening davrida 2013 yildan boshlab Xitoy yuqori qatlamdagilari orqa-orqadan tozalanishga boshlagan.
Тıq yaqındala Xitay Müdafiə Ministerliyi Mərkəzi Hərbi Komitetinin ən yuqori dərəcəli generallaridan Hərbi Komitetinin muavin rəisi general polkovnik Zhang Yuxia bilan Hərbi Komitet əzası Birləşmiş Ştatların ştab başlığı general polkovnik Liu Jianlinning ağır intizam və qanunğa xilaflıq qilish məsələsi səbəbidən delo turğuzulub tekshirilayotganligini e'lon qilgan edi. Növbətdə Xitay Mərkəzi Hərbi Komitetida komitet rəisi Xi Jinpingning o'zi və general polkovnik Zhang Xingmin ikkili kishi qolgan. Dallas Paytest Universitetining Evert yer shari diniy erkinlik markazi Ilham To'xti va Azra Jin uchun imzoliq harakat ikki bo'sh o'rindiq faoliyatini boshlab, Prezident Trumpni Xitoydagi diniy ziyonkashlik masalasini kun tartibga keltirishga chaqirgan. Amerika prezidenti Donald Trump 14 va 15 may kunlari Xitoy poytaxti Beijingda davlat ziyorati olib berib, Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishib, tijorat, texnika va Iran bilan davomlashayotgan to'qinishlarni muzokara qilgan bo'lib, bu uchrashishning oldida boshlangan ikki bo'sh o'rindiq imzo to'plash faoliyati mazkur uchrashish jarayonida sal qaralish ehtimoli bo'lgan diniy ziyonkashlik va kishilik huquq masalalarini gavdalantirishni maqsad qiladi ekan. Bu faoliyatdagi har bir bo'sh o'rindiq Xitoydagi ziyonkashlik uchirgan bir shaxsga vakillik qildigan bo'lib, o'rindiqlarning biri Xitoydagi Sion cherkovining qurg'uvchisi 2025-yili oktyabrda Xitoy doiralarining mamlakat miqyosida elib borgan uy cherkovlarini keng ko'lamli zarb berish harakati jarayonida tutqun qilingan Pop Azrajinga atalgan. Ikkinchi bo'sh o'rindiq bo'lsa, dunyoga tanilgan Uyg'ur ixtisosshunos va kishilik huquq faoliyatchisi professor Ilham To'xti uchun qo'yilgan. Professor Ilham To'xti 2014-yili yanvarda o'zining o'ttirib qo'ygan tashabbuslari va ko'z qarashlari sababidan tutqun qilinib, shu yili sentyabrda bo'lginchilik bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga mahkum qilingan. Professor Ilham To'xti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan sistemlik ziyonkashligining tipik simvoli bo'lib, Amerika hukumatı Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bu ziyonkashligini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. İki boş o'rindiq faoliyatini tashkillovchilar Prezident Trumpga ochiq xat yo'llab, uni Xitoydagi diniy ziyonkashlik masalasini gavdalantirishga, Azrajin va Ilham To'xtining shartsiz qo'yib berilishini talab qilishga hamda Xitoyning alayda ko'ngli biladigan davlat degan salohiyatini qayta tasdiqlashga chaqirgan. Xatda alayda ta'kidlanib, ularning oila tavobatlari Xitoydagi xristianlar va Uyg'urlar Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zlarini qo'llab kuchlik ovoz chiqarishini taqozolik bilan kutmoqda deb yozilgan bo'lib, navbatda dunyoning har qaysi joylaridagi diniy erkinlik faoliyatchilari bu xatga imzo qo'yishayotgan bo'lib, bu xat Trumpni o'zining siyosiy ta'sir kuchidan foydalanib, Xi Jinpingni diniy erkinlik hurmat qilishga va mazkur ikki vijdon mahbusini erkinlikka chiqarishga qoyil qilishga undaydi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.